obunachilar, sizlar uchun bugun maxsus videoyimiz Tosh Tarosiga keladigan dahshat qo'chqorlar bugun 6 million pasta bo'ladi aka. Alloh razı Olgan odam 1 gram yutqizmaydi xudo xolasa. Urg'och qo'zlarni ham go'zaldan olib kelganman. Narxi 300 ming, 400 ming arzon bo'lsa olishadi, bo'lmasa qo'yib qolaveradi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Arzon bo'lsa otangga rahmat qo'yib, gazini bosib qo'yasizlar. Xizmat qilaveramiz biz. Gap yo'q. Ot yo'q. Bitta gap 3 million 50 dan olgan maza qilsin. Barbar. Sog' bo'lsin. Telefon qilsin, yana o'tib. Cho'llar ko'ring aka. Güzeller. Bel pashda bitta o'pizdi aka. Aka, mana qo'y 79 kilo chiqyapti. To'lib qo'ygan. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'raveramiz. Bunday qilib, shunday qilib, shunday obuna bo'lib qo'yishadi. Biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Gap. Alloh, akalarni xush ko'rdi qaranglar. Ijatdagina. Yirilaridan keldi aka bugun xudo xolasa. Erta tongga chiqadi, videoni oxirigacha ko'rib, like'larni bosib, Tosh Taroziga keladigan kattasidan qo'yishga, qurbonlikka, nasllikka olamiz degan akalarimizga zo'rlardan aka. Bitta like'ni bosib qo'ying. Mana shu videoni nasllikka so'rayotgan, qo'ygan qo'shqor so'rayotgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying aka. Assalomu alaykum Chorvoqli kanali hurmatli obunachilar, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Bugun xudo xolasa hafta kuniga seshanba, 12-may 2026-yil. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani shu o'qituvchilar, arzonchilar yig'ilgan Saroy qishlog'iga birinchi shkol o'qituvchi Dastonbek ukamizda menga qo'shnilardan. Qo'shqordi velikanlari kelgan aka. Videoda hamma qo'y bir xil ko'rinadi aka. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rsangiz yaxshi bo'ladi. Kattasi yirik baquvvatlaridan xudo xolasa olib maza qilib so'ysangiz ham bo'ladi. Davabishni maza qilib boqsangiz ham bo'ladigan yemlashga tayyor, yemini yeb turgan, nima deydi? Yemga o'rgatishim kerak, yem yeganmiki degan savollar bo'lmaydi aka. Olib borasiz, xotirjam yemini berib boqadigan yiriklardan. Like bosib, hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Chorvoq olam kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Sababi bu kanalda qo'ylarni zo'rlar chiqadi aka. Foydasi tegadi obuna bo'lib qo'ysangiz. Dastonbek, Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Obunachilar yaxshimisizlar? Charchamasizlar. sog'lik. Shodir aka, qurollikqa yaqin qo'chqorlar zo'rini olib kelganmiz. Semiz hammasi yarimi urib qo'ygan bo'laveradigan qo'chqorlar. Lekin narxini yengil qilib beraman. Ko'rishsin, kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa zo'rini olib kelganmiz. Badallari raza semiz qo'chqorlar. Shodir aka. Yiriklardan. Qo'chqorlar ko'ring aka. Güzeller. Bel pashda bitta o'pizdi aka. Aka, mana qo'y 79 kilo chiqyapti. 79 kilo. Mana o'zi ham shunaqa chiqadi bemalol. O'tay. Xullas oldi 79 80 atrofida. Qodir aka. Qo'yni kilasini ham aytib qo'ying, videoda kichkina ko'rinib qoladi-da. 70, 75. O'sha oldi 80. Pasti bo'lsa bitta yarimta 65 ham bo'lishi mumkin. Qo'ydi. Qolganlari xudo xolasa 70 ustida aylangan, 80 ga yaqin aylangan qo'chqorlar. Semiz qo'chqorlar aka, yaxshi mehnat qilingan, juda chiroyli mehnat qilingan qo'chqorlar aka. Orqa boshlari roza chiroyli qo'ylar. Aka ko'ring, o'zi videoda ham ko'rinib turgan bo'lsa kerak. Qo'shqorlarga gap yo'q. Qo'chqorlarga gap yo'q. Shunday qilib boqqanda otasiga ming rahmat. Albatta. Qo'shqor. Ko'rib o'ynab turibdi qo'chqorlarda aka. Hali shu badanga hali o'ynoq, ishtahalari zo'r. Hali yana dalshi boqaman degan akalarga ham tavsiya qilaveramiz. Shu vesga, shu gavdaga akalar sakrayman. Sahra yuribdi. Aka nima bersangiz uryapti. Nima bersangiz parla so'rayapti aka. Xullas, buni olib borasiz, xudo xolasa hammasini bir joyga olsangiz, maza qilib yemlab boqaverasiz. Bir joyga olaman degan akalarimizga bir qo'ra qo'yishadi aka. Bir qo'ra soni 25 ta. Hammasi qo'shqor kichma, hatta boshqasi yo'q. Agar darsi boqaman, qurolliqgacha ham boqib foyda qilaman degan akalarga beraveramiz. O'z qurolliqqa ham ozgina vaqt qoldi, lekin aka foyda qiladigan narsa qilib beramiz qo'shqorlardan. Gapsiz yo'q. Mana qodir aka. Qo'chqor shuni. Ot jonlar. Ot yo'q. Ot yo'q. Zumba, aka, zumba. Raketali. Kalla garbonoslari ham o'z chiroylar qo'shqordi aka. Qarang. Qo'shqorlar vashington. Voy yegandan qarang qolmini. Nima bersa yo'q. 25 tami buni? Soni? Soni 25 ta qo'ydi. Soni 25 ta. O qarang o'ynardi qo'llarni. Mana qo'chqorlar aka. Mana qo'chqorlar bemalol 80 kilo chiqadi-da.
Chovlarini ham ko'ring, qo'ydi chovlarini ham. Yelkasini 50ligini ko'ring. Oldi orqasi teng bo'yapti aka, qo'ydi. Oldi bilan orqasi teng. Buni chovlari ham vobshin dahshat aka. Gap bo'lishi mumkin. Xudo xolasa yaxshi mehnat qilingan qo'y, kim olsa baraka topadi. Xudo xolos. Quruqqa ham olish olsun, Aha. Qur'onlikqa ham olish olsun, darsni boqaman deb ham olishaveradi. Hammasini olaman degan akalarimiz ham olishaveradi. Hamma tarafga keladigan qo'shqonlar aka. Xudo xolasa Xudo xolasa murosaga yuraveradigan qo'shqonlar aka. 25 ta yemini yeb turgan bayavor. Bir qo'ra qo'y. Bitta qo'ra. Xudo Bitta qo'ra xolasa qo'y. bir kishiniki inshaalloh. Qo'chqarni ham akam deb tanlab tashlangan ekanda. Aha. Haligi dumbasi osilgan, xunuk, besifat yo'qda. Hammasi oqovoq chiroyli kelgan qo'chqarlar. O'zi ko'rib turganlar videoda ham. Kim olaman desa aka tepasiga kelib ko'rishaveradi. Aka sizlar tashlab beramiz. Aha. Bir qator tashlab beramiz, tepasiga kelib olishaveradi. Xudo xolasa go'sht yog'iga, kilasiga bemalol keladi chodek. Bemalol keladi. Dastlami bular necha yillik endi qo'chqonlar bular? 1 yillik yoki 1 yildan oshgan. Ular aka endi tish yoradi oldi. Aha. Tish yorishga yaqin aka. 1 yil bo'lyapti ekan. 1 yil bo'lyapti. Ha. Yo'q. Xo'p, bularning bo'ylari necha? Bo'y bashlar aka 85 atrofida. 85. 85 atrofida. So'rasa aka bo'yini o'lchab beraman. Asli buni bor, bunaqa qo'chqardi. Misol ko'pchilik bo'yiga qaramaydi-da, vesiga qaraydi chodek. Vesini aytyaptanu. 680 kilo qo'ydi aka. Xo'p. Ularda xudo xolasa dastlami narxi nima deymiz? 25 tasini bir joyga. Aka buni narxini qo'yib ko'rishdi. Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Shunaqa beramiz. 25 tasi. Aka buni narxini bir joyda olsa 6 million 500 dan qilib beramiz aka. 6 million 500 dan mana olsin baraka topsin. O'tib bering chiroyli qilib. Aka 6,5 emas, konkret 6 million so'mdan olsin baraka topsin aka mana. Uka qarang. 6 million so'mdan olgan odam chiroyli baraka topsin. Aka go'sht olib kelaveradi. Bitta qo'rata, xudo xolasa, inshaalloh balki 2 kishi olar. Xudo biladi, qo'lda bering. 6 dan zo'r shodir aka. 6 dan demang Dastonbek. Xudo xolasa, Dastonbek bormadik. Labzingiz yoqdi bizga. Qo'ydi jo'natib yuboring deyishganda uyga bo'lganda rahmatini. Bo'ldi aka. Olgan odam baraka topsin. Meni ham maqsadim sotish 5 million 900 ming so'mdan olsa mana oltini ham sindirib qo'yaman aka. Barakasini bersin. 100 ming so'ramayman Dastonbek. Yo bo'ldi endi bo'ladi Yo'q, beraka. yo'q, To'g'risiga. xursand Yo telefon olish olsin mayli o'zlariga Dastonbek, o'tib. buni narxida emas. Misol uchun bozorlik uchun so'rayapsiz-da. Magazin bo'lganda so'ramas. Keling xursandchilik yengil qilib. Bundan ba'ziga o'zimiz sotib olyapsiz aka, to'g'risiga. Ertalabda mana Bo'ldi 58 dan olsin mana. Baraka topsin. 58 dan qarang Dastonbek. 58 Bir qo'ra ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Narxiga ham bir joyga olamiz. Xayriga bir nima o'tib qoldi. Aka, dangal oladigan odam telefon qilib olsin, kelishtirib beraman aka. Maqsadim sotish. Akalar 5 million 800 ming so'mdan. Aka, to'g'risi gapda bozorga ham boshqa joyga ham ko'rib narx bilan solishtirib olishaveradi. Mana Shu men chiqarayotgan narxga kerak bo'lsa o'zim olganman aka, qo'ydi, bormi? zo'r narx. O'zimizga beradi. Bu qo'chqonlar shunday. Mana qo'chqonlar, ha? Qo'yar aka. Sol, mana shu qo'ylar aka. Qo'yar aka. Mana shu qo'chqonlar hozir. Bor, o'lib qolganda 75 kilodan aylanganda ham qancha pul bo'ladi aka? 82 ming, 85 ming bo'lyapti-da bozorda ham pullar. Zo'r narx bo'ldi aka. Yugurib qoling. Mana imkon. Va shunda dahshat qo'ydi. Qiziqmayapti adallar. Buni dastlabki saygacha bo'ladi, Hasanbek. Aka, dastlabki kelishamiz, aloqa tushsin, qilib beramiz aka. Hammasini olsa, hamma yoqda qilib beraveramiz. Dastlabkida muammo yo'q. Endi qarang. 5 ta, 4 ta, bitta olamiz degan qanday bo'ladi narx-navolari? Aka, holatiga qarab kelishamiz bunaqa tektaliklarda aka. Aha, holatiga Mana 80 kilolik qo'ylar bor-da buning ichida. Aha. Holatiga qarab kelishamiz. Gapsiz yo'q. Akalar, telefon Qodir aka, ha, ko'rsin. Misol aka, bitta dehqon ham mash qo'ydi, o'zlari qo'lida bo'lsa, mana shu videoni ko'rayotgan akalarimiz ham dangal 6,5 million o'ylanmay narx aytishadi. Bo'lmasa 7 million aytishadi. Bu qo'ydi narxi aka, yana hatto qurolli hatto aka, avvalo xudo qanchadir qo'shiladi-da baribir aka. Yo, zo'r narx bo'ldi. Olib qo'yishsa 5 million 800 dan aka aydab-aydab yo'qmas, to'g'risiga. Bosoring aka, maza qiladi. Jani o'rla, qani qaysini ushlasangiz semiz qo'ylar, hammasi dahshat. Ko'ring. Birdek To'lib qo'ygan. Imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rib olaman desangiz ham sharoitlar bor aka. Kelib ko'rsangiz ham bo'ladi. Lekin tavsiya qilaman aka. Tavsiya qilaman. 100 zo'r narx bo'ldi. Videoni albatta yaqinlarga, do'stlarga tarqatib, qo'ng'iroq qiling. Chiroyli qilib, barakalarni Dastonbek yengil qilib beradi. Zo'r bo'ldi, tavsiya qilaman. Bitta olsangiz telefon qilavering. Ishtallaridan, sifatlilaridan olib boqaman degan akalarimizga xudo xolasa zo'rlardan taqdim etaveramiz akalar. Ko'rib maza qiling. Olaman maza qiling aka, xudo xolasa.
Dastonbek bular soni nechta ekan xudo xolisa? Aka, buni soni 32 ta, 31 ta urg'och. Bitta o'chakkedagi no'jasi qo'chqor aka. Mana, Ha, shu qo'chqor. 10 Qo'chqor o'zi bilan. 10 karatdagi. Mana. Aka, hammasi urg'och qo'zlar aka. Bir qo'ra qo'yib, bitta qo'tonni qo'yib. Irg'ochini ham akalar xudo xolisa mana Dumbarazizani ham ko'ring. Oling aka bir joyga qilib xudo xolisa 200 ta qilaman degan akalarni qo'ying mana. Oling shularni xudo xolisa. Kashtan svet, hammasi aka, chiroyli qo'zlar, orqa boshlari kelishgan. Svet Katta qo'y bo'lganda ham aka, haligi bundan osilgan, netgan, sifatsiz bo'lmaydi-da. Hammasi birdek, chiroyli. Sarig'i yo'q, arig'i yo'q aka. Hammasi qora kashtan. Jonivorlar. Maza qiladi olganlar. Bular Qur'on to'ldirib yuradi. necha oylik endi Dastonbek? Aka, yosh o'yligi 4 oylik plus minus. Oldi 5 oylik keldi aka. Xullas 4 oydan 5 oygacha olaveradi, hisoblab oling aka, xudo xolisa. Xo'p, bularda hammasini yem-ochmoq sinovdan o'tgan Dastonbek. Aka, sinovdan o'tdi. Yana sinov olishaveradi, behijolat. Sinov muddatlari bor ekan. U agar yemasa ichmasa qo'y aka, ariq tirriq bo'ladi-yu. Buning ichida unaqasi yo'q, hammasi badallab turibdi. Boyava yemashak solayapti. Bular narxi nima deymiz? Dastonbek xudo xolisa bir joyga. Bunda narxi nima? Dangal bo'ladigan qaytaman. Dangal bo'ladigan ishni qilaveraylik aka, xudo Bu xolisa. 3,5 emas aka, 33 dan qilib beraman. 33 dan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. Chiroyli qilib. Telefon qilisingizlarga chiroyli qo'yib beraman. Bittami ofis soni? 32 ta. 32 ta. 32. Bo'ldi aka, 32 tasini 32 dan beraman mana. Bir aka. Dastonbek aka mana 31 dan bir aka. Bitta gap 3 million 50 dan olgan maza qilsin. Bir aka. Yoningiz sog' bo'lsin. Telefon qilisang yana o'tib beraman aka. Ya Alloh rozi bo'lsin. Zo'r narx bo'ldi akalar. 3 million 50 ming so'mdan aloqaga chiqasiz. Yana o'tib beradigan joylari bor, xudo xolisa. Avval nima qilyapti buni? Xo'p, xudo xolisa maza qilib oling aka, maza qilib Aka, boqadigan joy. solishtirib olish o'zi narxi ola. Xudo xolasa yengil aka. Biz ham qo'limizdan kelgancha yengil sotishga harakat qilamiz. Sababi yengil olganmiz aka. Biz ham hali yo'limizdan chiqqan narsani chiqqan narxiga olib kelavermaymiz hozirga. Gap ochig'i. Bir kun, 2 kun, 3 kun, 4 kun yurib bo'lsa ham arzonini, sifatlisini olib kelamiz aka. Keyin mana olib kelib sotish oson bizga. Qimmat qo'ydi ko'p 10 kun dimlagandan aka, 10 kun yurib 1 kunda sotiladigan qo'yib kelamiz aka. Albatta, albatta. Mazasini olgan odam aka 3 million 50 dan Xudo xolasa hammasini olgan odamga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. Xo'p, endi qarang. Buni o'rtasini shunday bo'lib olamiz deysa, qanday bo'ladi? Haydab olsa, 5 ta haydab olsa ham beraveraman aka, o'qtimlar. Gap yo'q. To'g'risi gap. Lekin oyog'idan tortib olsa ozgina plus minusi bor. Zo'r narx bo'ldi aka. 3 million 50 ming so'mdan xudo xolisa o'tib beradigan joyda bor. Bormadim. Ikkala partiyani ham bormasa videoda ko'rib oldim degan taqdirda rahmatimni. Hammasi uzun, kashtan, sog'ri variantlardan aka. Mana sizga imkon. Foydalanib qoling aka bu imkoniyatdan. Aka kuzga borib, to'g'ri nari berdan keyin bemalol qo'shqar olishaveradi. Gapsiz yo'q. Qo'shqar olishaveradi. Behisob. Telefon qiling, bitta yaxshi ko'ra olmadik desangiz, Dastonbek chiroyli qilib Telegramda videolarni tashlab bersa, aytilgan narxni qimmat. Telefon qilsangiz chiroyli qo'yib beringlar. Zo'r bo'ldi aka, tavsiya qilaman. Biz kuzatib boring, xudo xohlasa keyingi yangi syomkalarda ko'rishguncha doim sog' bo'linglar, charchamanglar aka. Obunachilar mana shu Chorva Olam kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa Arashan qo'zi qo'chqorlar toza hisorlari zo'rlardan chiqadi. Mana kimdadir podpisatsiya, kimdadir obuna bo'ling tugmachasi bor. Shuni bitta bosib qo'yamiz. Bosib qo'yganimizdan keyin qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani ham bitta bosib qo'ysalar, mayda hammasi degan knopkasi bor. Birinchidagi vse deganni bitta bosib qo'ysalar, biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa yaxshi qo'zi qo'chqorlarni o'tkazib o'rmaysizlar. Yashang.